Assalomu alaykum. Men Toshtemir Bekzod Shirinboyevich. 10 yillik malakaga ega nevropatologman. Bugun yuz nervi nevropatiyasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Yuz nervi nevropatiyasi bu ayollarda ham, erkaklarda ham, yosh bolalarda ham, kattalarda ham bir xil uchraydigan kasallik. Bu kasallik aholi orasida juda ko'p uchraydi. Bu kasallik haqida ma'lumot berishimning asosiy sabab kasallarning juda ko'pchiligi mana shu praktikam davomida ko'p ko'rganim, kasallar aynan qaysi vrachga uchrashishni bilmay boshqa vrachlarga uchrashib noto'g'ri lecheniya olib asoratlar qolib ketgani uchun bu videoni chiqarishga harakat qildim. Yuz nervi nevropatiyasi buni keltirib chiqaruvchi sabablar juda ko'p. Bakterial, virusli, homiladorlikda ko'p uchrashi mumkin, har xil infeksiyalardan keyin kuzatilishi mumkin, travmalarda, insultdan keyin, o'sma kasalliklarda kuzatilishi mumkin. Yuz nervi nevropatiyasi. Bunda bemorda qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Bu kasallikka uchragan bemorlarda zararlangan tomonda ko'z yumilmay qoladi. Zararlangan tomonda qoshi ko'tarilmaydi. Sog'lom tomondagi ko'tariladi, zararlangan tomonda ko'tarilmay qoladi. Ko'zni yumgan vaqti ko'z qorachig'i tepaga ketib, ko'z olmasini oq qismi ko'rinib qoladi. Lagoftalm kuzatiladi. Ko'zda yoshlanish kuzatiladi. Og'izda ishirgan vaqti og'izdan havo chiqib ketadi. Og'iz to'g'ri ishmaydi. Og'iz bir tarafga tortib ketadi. Tilni chiqarganda til ham ozroq bir tarafga tortgan bo'lishi mumkin, bir tarafga qiyshaygan holatda kuzatilishi mumkin. Yuz nervi nevropatiyasi. Buni nevropatologlar davolashadi. Bu kasallikka uchragan bemorlar birinchi o'rinda nevropatologga murojaat qilishi kerak. Yuz nervi nevropatiyasiga uchragan kasallar qancha ertaroq murojaat qilsangiz, shuncha erta yaxshi bo'lasizlar. Qancha vaqt kechiksa, kasallikda asorat qolib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Bu kasallikka chalingan bemorlar sabr toqat bilan uzoq vaqt davomida davolanishiga to'g'ri keladi. Birdan yaxshi bo'lib ketmaydi. Bu kasallik 3 oy, 4 oygacha ham cho'zilishi mumkin. Kasallikni keltirib chiqargan sabablariga qarab kasallik cho'ziladi yoki zararlangan nervga qarab kasallik cho'ziladi. Yuz nervi nevropatiyasini davolashda davo muolajalari birinma-ketinlik bilan, etap bilan olib boriladi. Ya'ni birdan yaxshi bo'lmaydigan sababi shunda, etap bilan olib boriladi. Birinchi etapga o'zini dorilari. Buni nevropatologlar o'zlari yaxshi biladi, qaysi dorilar bilan lecheniya qilishni yaxshi biladi. Nevropatologga uchrashganingizda nevropatologlar birinchi, ikkinchi, uchinchi qilib etap bilan olib borishadi. Birdan hamma lecheniyani qilib bo'lmaydi, chunki hamma lecheniyani qilganda yuzdagi nervlar qotib qolib, asorat qolib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Boshqa vrachlarga uchrashganingizda ham noto'g'ri lecheniya qilishidan yoki tushunmasdan bu kasallikka lecheniya qilishidan asoratlar ko'proq qolib ketadi. Yana bir holat, nevropatologga uchrashib davolanishni boshlagandan keyin ko'p kasallarda uchraydigan holat, bitta nevropatologga uchrashadi, davolanadi, ozroq vaqtdan keyin yaxshi bo'lmasa, ikkinchi nevropatologga uchrashadi. Bu noto'g'ri narsa. Chunki birinchi nevropatolog yozib bergan lecheniyani ikkinchi nevropatolog ham vaqt o'tgandan keyin yana xuddi shu lecheniya bilan lecheniya qilinadi. Bu etap bilan lecheniya qilinmasa agar, bu kasallik birinchi holati qanday holatda bo'lsa, o'sha holatda qolib ketadi, asorat ko'proq beradi. Shuning uchun bitta vrachda davolanish kerak. Bu vrachdan bu vrachga ko'chib yuravish bu kasallikda asorat qolib ketishiga olib keladi. Bu kasallikda davolash muolajalariga to'xtalmayman, sababi buni nevropatologlar o'zlari yaxshi bilishadi. Har bitta nevropatologni o'ziga yarasha davolash taktikasi bo'ladi. Yuz nervi nevropatiyasi kasalligiga uchragan bemorlar nevropatologga uchrashganda qanaqa tekshiruvlar kerakligini nevropatolog o'zi belgilab beradi. Kasallikni sababini aniqlash uchun kerak bo'ladigan tekshiruvlar aytiladi. Yuz nervi nevropatiyasi kasalligiga chalingan bemorlarga qilish kerak bo'lgan tavsiyalar. Bular o'sha zararlangan tomonda zvachka chaynash. Ovqatdan keyin bir kunda 3-4 soatgacha zvachka chaynash. Keyin o'sha tomonda qurt yoki yong'oqda lunchda o'ynab yurish, og'izda aylantirib o'ynab yurish. Keyin bolalar ishiradigan shariklar bo'ladi. O'sha sharlarni ishirib chiqarib yuborish mashqlar qilish.
yuz sohasiga massaj qilish, yaxday joyda, salqin joylarda yurmaslik, muzdek suvlarda cho'milmaslik, muzdek suvga yuzlarni yuvmaslik, terlab turib yaxday joyda o'tirmaslik, ya'ni konditsioner taklarida, konditsioner yoqilgan xonalarda o'tirmaslik, ventilyator yoqilgan xonalarda o'tirmaslik, yuzni zararlangan tomonini salqin kunlari o'rab yurish tavsiya etiladi. Bu kasallik haqidagi ma'lumotlarni ko'rgan kishilar nevropatologga uchrashi kerakligini agar bemorga birdan aytsa, bemorda asorat qolmasdan tezroq yaxshi bo'lish imkoniyati bo'ladi.